Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Milvatda ishlaydi, emgakchilik enangga siskaman. Milvatda ishlaydi, enangga siskaman. O skorida ishlaydigan dadangga o'ziga siskaman. Shuningmi? Seni shu skor bo'lgan bo'lsang, seni o'zingga siskaman. Shuningmi? Bilib qo'ying. Ertaga onam mo'qchiman oldim. Ha. Siskasan, shuni ko'rib qo'yasan. Sikamasa, kim gapirib qo'yasan. Tushundingmi? Ha? Onamni qo'yaver. Tushundingmi? Seni agar begovatda ishlaydigan enangni siskaman, skorida ishlaydigan dadangni siskaman. Doktor qayerda? Seni Doktor o'zingiz olib ko'rasizmi? Bayroqdamiz. Yozinglar, yo'qolsa tez. Familiyasini nima? Qodirov. Qodirov biliyormi? Kim? Qodirov biliyor. Qodirov biliyormi? Taniysanmi? Tutoq. Ha? Sevmiyorsan. O'chsan nima? Bo'lsa? Bo'lsa va tutoq. O'chsan nima deysan? O'chsizlar nima deb turganing? O tutoq. O'rman deyang? Ochsin nima aka? Sen yaxshilik bilib qo'ying. Xo'p, senga nima dedim? Ochsiz nima? Shuni gapiring. Hop, deymi? Hop. Turib gap. Turib gap. Turib gapirsang ki gapirma. Shart emas, yozuv. Dinna qo'y. Dinna qo'y bo'lmasa. Shuningmi senga? Sen ishonmading. Sen bilmasang bilmading. Men senga aytdim. Dinna qo'yib ketdim. Sen bilmasang bilma. O dadangni tugur. Hop, nima bo'pti prokuror bo'lsa? Sen meni kimligimni bilsang, post tashlayverasan, tushundingmi? Yo'qol bu yerdan naql bilan. Aka, hammamiz odammiz. Nari dunyodan shunda boramiz. Narigi dunyo senga uchun, tushundingmi? Siz uchun emas-a? Siz uchun emas-a? Qara, menga vola. Nima gaplash? Syomka qilasiz. Nima tushunmayapsanmi nima? Hozir nima men bilan urushyapsiz? Yo'qol bu yerdan, hududdan ol mashinangni, tushundingmi? Bu yerga viyobutsa qilma. Bor, xohlasang mana setgan orqasiga kirda, borib qayerga kelgan bo'lsang, o'sha yerga xalaqit beryapmanmi? Xalaqit beryapsiz. Turma bu yerda, mashinani qo'yma. Kimga xalaqit beryapsiz? Territoriya bu, tushundingmi? Menga xalaqit beryapsan. Ol. Qanaqasiga xalaqit beryapman? Hech kim yo'q. Bo'sh joy turmayman. Hech kim yo'q. Sen kimsan o'zing? Dalboy yo'qmisan? odamman. Odam bo'lsang yo'qol bu yerda. Bu частный territoriya. Bu частный territoriya, tushunasanmi? Bu yerga viyobutsa qilma biladi. So'kinmang domaman sizga. Kimsan so'kinma? Yaxshi gapirsa chiqmaysan. Odam tanlab chiqasizmi? Olib qo'yingni, ha? Men qara, yo'qol dedim men. Nima qilyapsiz, aka? 02 qilib yuboring, ha? 02. Olib qo'yingni sana. Eshittiring. Avliyosini ham so'kishi haqqi bor. Avliyosini ham? Chunki bu yerda direktor edi. Chunki bu yerda direktori bu joyda gap o'tadi. Xo'p, aka, u o'sha joy sizlarning direktoringiz edi. Norongacha o'tadi uni gapi. Kim bu shunchalik? Chekkaga haydagan gaplashamiz. Qani. Aka, dedi, mashinangizni boshqa yoqqa qo'ying, hozir gaz turba bor dedi, xavfli dedi. Olib qo'ying qaysi talabga dedi. Xo'p dedim-da, lishotgan oldiga qo'yib qo'ydim. Gapini borku, sirazi xo'p dedim. Anta trekker shunday ham turdi, hech narsa qilisha olmadi dalishi. Oldim mashinani. Keyin direktorga aytdi, "Yeb to'ymaysan, gap tushunmaysanmi?" dod kelishi bilan. Uni eshitganlar-chi, sen aytganda olmaganingni eshitgan. Yo'q, men oldim u sirazi bu yoqqa. Qolish mumkin emas. Chekkaga chiqib ketish kerak ol degandan keyin. Yo'q, menga u stajyorlar keldi-da, aka dedi, "Mana shu turbadan" dedi. "Nariyoqqa olib qo'ying" dedi mashinani. Chunki mumkin emas. Yo'q, tushundim, xo'p aka, turban oldim mumkin emas ekan. Olib lishotgan oldiga qo'ysam, xo'jayinlar kelyapti-da, "Yeb to'ymach, sen gap tushunmaysanmi?" dedi. Senga nima kerak? Yo'q, menga bor. Senga nima kerak? Menga adolatli qilish kerak. Men bekordan bekor kalta yedim bu hozirlardan. Adolating bo'lsa xalqi, adolatingni ham xalqqa beramiz. Bo'ldi. Mashina chekkaga olib borgan, o'sha boyagi joyga olib borgan mashina. Mumkin emas. Bu yoqqa mashina qo'yish. Mashina olib borgan o'sha yerda gaplashamiz. Yo'q, mumkin emas-ku. Sen hayda, men o'zim javob beraman. Bunaqasi ketmaydi-da. Bitta narsani aytinglar, mumkin yoki mumkin emas. Bo'pti, sen o'sha qayda men birga gaplashamiz. Direktor men oldim keladi, sen olding gaplashamiz. Bo'ldi. Qo'yib qo'y, boyagi joyga. Ha. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq hamma bu videoni ko'rsin. Induslar bilasizlar, Rossiyani bosib ketdi. Mana bu holatni ko'rdinglar. Ozgina lavhasini ham kesib qo'yaman, ko'ringlar. Full package give you. Full package.
Ko'rdinglar? Mana arzon ishchi olib kelish oqibati. Arzonni cho'rasi tatimabdi degan gap bor o'zbeklarda. Mana holat. Bular ilgi железный дорожный vagon, poyezd yo'lini yo'l yotoq joy qilib olib, isqirt qilib olib yashab yurgan ekan. Borib turib hammasini qo'yladi. Bularda xafa bo'lmaslik kerak, bularda tabiat shunaqa, yashash sharoiti shunaqa. Biz jirkanamiz unaqa narsadan. Bularda induslarda kultura, estetika degan narsani absolutni yo'q. Bular cho'milmaydi даже. 70%. Idini bilasizlar, bundoq kelganda, ya'ni budka sig'inadilar, особенно bundoq idi. Men kamsitishim yo'q. Siz bilan bizga o'xshagan kultura yo'q ularda. Arzon ishchini mana oqibati. Indus bosib ketdi Rossiyani deyapganda, induslar endi masshtabniy muammo bo'lyapti bular. Nimaga desanglar, hamma joyi bardak qilib, iflos qilib ishlagani kelib, bularga kvartira kerak emas, cho'milgani suv kerak emas. Ganga daryosida bitta cho'miladi, bo'ldi. Shu bilan 5 yil yuraveradi. Mana biz kutgan uzoq kunlar kelyapti. Bitta like bosib, ko'proq kishi tarqatib qo'yinglar. Bu narsadan sizlarni ogohlantirib qo'ymasam bo'lmaydi. Mana 10-chisigacha juda qattiq reyd bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Ogoh bo'lishlarini iltimos qilaman. Agar dokumentinglar bo'lmasa, agar registratsiyanglar bo'lmasa ham, patentinglar bo'lsa ham, pulini to'lab yurgan bo'lsanglar ham bez vopros ketib qolasizlar. Hazil emas. Mana Yekaterinburgda ko'pchilik biladi, Taganskiy taraflarda, Turinchi baza taraf, boshqa massiv musofirga to'plangan joylarga bormanglar, maslahatim sizlarga. Hamma libbo joyga boraman deb gapiradi. Ya bir kommentariy yozyapti hozir. Bu ogohlantiruv, masalan, ogohlantirib beradi. Do'stona. Shu bo'lsanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Ham bu holatlarni ko'rdinglar videodagi. Tak что bu videoni like bossanglar, bitta musofir xabardor bo'ladi, ogoh bo'ladi. Ko'chalarga chiqmasdan iloji boricha ish joylarida dronlarda ushlab olib ketyapti. Bu videoga like bosib, vatandoshlarni ogohlantirib qo'yinglar. Bu vahima emas, prosta ogohlantiruv. Haligi ko'za kunida emas, kunda emas, kunida sinadi degan gap bor, maqol. Shu narsa to'g'ri. 1-iyundan boshlab endi Rossiyaga kirishga QR kod olmasangiz Rossiyaga kira olmaysiz. Nimaga? Ketayotganingizni yozib qoldirishingiz kerak. 72 soat oldin shu narsani подтверждать qilib qo'yishingiz kerak. Keyin уведомление jo'natasiz, sizga Rossiyaga kirishga yo kirmaslikka ruxsat keladi, ziloniy QR kod keladi. Undan keyin Rossiyaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Agar отказ bo'lsa, kelmaysiz. Shunaqa qulay bo'lib qoldi. Deport bo'lsangiz uchib kelasiz, bu yerda sarson bo'lmaysiz. Shu menimcha yaxshi bo'ldi shunisi. Hali tamoshnilarda, granitsalarda qiynalib qolib ketmaysizlar. Bitta like bosib, Rossiyaga 1-iyundagi keladiganlarga yuborib qo'yasizlar. Yo, mana Manshiga keladi, Manshiga keldi. Odam to'yib ketdi. To'g'risi, meni balki mana shu muammoni aytganimdan keyin biron joyga olib ketib qolishar. Ichki ishlarga kimdir yozib berar. Maskali odamlar kelib olib ketib qolar. Men qo'rqmayman. Men mana shu muammoni aytmoqchiman. Bu muammo hammaning muammosi. Nimaga hech kim aytmaydi? Hamma aytyapti, lekin chora ko'rilmayapti. Sinfdoshlar guruhiga nimaga yozmaydi? Sinfdoshlar guruhi jim bo'lib qolgan. Qarindoshlar guruhi ham jim bo'lib qolgan. Nimaga guruhlarga yozishmaydi? Mana shu yozmaydiganlarni topib chora ko'rish kerak. Ularning vijdoni uyg'onsin. Ularning vijdoni uyg'onadigan bir qo'shiqmi, ertakmi, hikoyami, qulay kitobni berish kerak. Insof kerak, insof. Mana aytdim oxir men shu muammoni.